Salom hammaga. Siz Orifjon Hatamov YouTube kanalidasiz. Bugun biz sizlar bilan dizayner va montajyorlar uchun eng yaxshi gadjetlardan biri bo'lgan MXS Combo klaviatura mishkalarini unboxing qilamiz. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Qani ketdik. Xo'sh, mana klaviatura va sichqonchamizni unboxing qilib oldik. Men texnoblogger bo'lmaganim sababli buni texnik jihatlarga uncha sho'ng'imaymiz. Men hozir buni nima uchun aynan dizayner va montajyorlar foydalanishini aytib beraman. Chunki dizayner va montajyorlar vaqtini ko'p qismini ishda o'tkazadi. 7-8 soatlab dizayn va montaj bilan shug'ullanadi. Tabiiyki, mexanik klaviatura bu tez charchatadi odamni. Bu klaviaturada esa yassi MacBook'ga o'xshagan sababli uncha bosilish oson juda sezgir klaviaturalar. Dizayner va montajyorlar juda ko'p oynalar bilan ishlaydi va juda ko'p ish bajaradi. Bu klaviatura mishkada esa ishingiz 1,5 barobar tezlashadi. Nimaga? Masalan, siz kesmoqchisiz, qaysidir videoni kesmoqchisiz. Masalan, S ni bosib kesasiz videoni. Montajyorlar ko'pida S ni bosib kesasiz. Bu klaviatura mishkangiz bo'lsa, siz bitta mishkani o'zida bunda har xil knopkalar bor. 1, 2, 3, 4. Bu ikkalasini hisoblamasa 4 ta knopkasi bor. Bu degani siz 4 ta knopkasiga 4 xil funksiya o'rnatishingiz mumkin degani. Dizaynerlarda ham xuddi shunaqa. Masalan, siz o'chirmoqchimisiz? Mana bu knopkaga o'chirish funksiyasini qo'yib qo'yasiz, bosasiz, o'chiraverasiz masalan. Bu sizni ishingizni qanaqadir millisekundlarga tezlashtirishi mumkin, lekin umumiy ishingizni bu ancha 1 barobar, 1,5 barobar tezlashtiradi. Eng asosiysi, men ko'p kuzatgan muammoyim bu qo'lni charchashi. Ko'p anaqa kompyuterda o'tiradigan ko'p dizaynerlarni, masalan, boshqacha klaviatura ishlatadiganlarni qo'lni bu qismida qanaqa dog'lar paydo bo'ladi. Men ba'zida o'tiraman, qo'lim qizaradi. Buni mana podveskasi bor. Bu qo'lingiz charchamaydi xullas. Aytganda, masalan, bu ham unchalik yumshoq emas, lekin stolga qaraganda bu qanaqadir komfortni. Bu klaviatura mishkani yagona muammosi bor. Bu yagona muammosi bu narxi. Bu klaviatura mishka odatiy boshqa klaviatura mishkalarga qaraganda ancha qimmat. Bu klaviatura mishkani narxiga alohida gaming uchun klaviatura, gaming uchun mishka olishingiz mumkin. Masalan, HyperX deylik. Lekin HyperX u gaming uchun. Bu universal, buni yana bitta plus tomonlardan biri, bu bir vaqtda o'zida 3 ta qurilmada ishlaydi. Masalan, sizda MacBook bor, personal kompyuter bor va iPad bor deylik. Xo'p, bu mishkada turib bir vaqtda o'zida 3 tagacha, adashmasam shunaqa, 3 tagacha qurilmaga ulab ishlatishingiz mumkin. Mana bu yerda knopkalar bor, mana. Buni mustahkamligi bu alyuminiydan ishlangan. Uncha-munchaga, masalan, yupqa bo'lishiga qaramasdan uncha-munchaga sinmaydi bu. Mana ovozini ham eshitasan. Ovozi ham juda yoqimli, hech kimning asabini buzmaydi. Nima desa bo'ladi? Yoningizdagilarga
xalaqit bermaydi. Buni ichidan nima chiqdi? Korobkasidan port, USB port uchun adashmasam bu USB 205 bo'lishi kerak. 205 ekan. USB 205 va bu quvvat oldirish uchun kabel. Mabodo quvvati o'chib qolsa, pramoy ishlatishingiz mumkin. Kompyuteringizdan bir vaqtda zaryad olib, bir vaqtda ishlash imkoniyati bor. Zaryadi ko'p vaqtga yetadi. Zaryadi adashmasam 70 soatga yetadi. Kitobida shunaqa edi, 70 soatga yetadi. Klaviatura va sichqonchasini ilovasi bor. Ilovasidan xohlagancha, xohlagan tugmangizga, xohlagan nastroykalaringizni, hatto mana shu aylanish tezligini ham o'zingiz sozlab olsangiz bo'ladi. DPI ga kelsak, adashmasam 8000 DPI. 8000 DPI dan 16000 DPI gacha ko'tarsangiz bo'ladi. Buni yaxshiligi bu gaming uchun qanaqadir to'g'ri kelmasligi mumkin. Nimaga? Shakli boshqacharoq, lekin texnik jihatdan gaming sichqonchalar bilan deyarli bir xil. Menda hozircha shular. Bu kanaldagi birinchi unboxing video. Agar qanaqadir takliflar bo'lsa, qanaqadir fikrlar bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Hammangizga rahmat.